Man Nargiz Farhadovna, ko'p yillik tajribaga ega shifokor, Life Medium klinika asoschisi va rahbari, tadbirkor ayol sifatida kuni kecha Markaziy Osiyo hamda Hindiston ishbilarmonlar kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdim. Muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tadbirkor ayollar tuzilmasi tomonidan mana shunday xalqaro forumlar tashkil etilmoqda va bu o'z navbatida bizdek ayollarga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Mazkur forum mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy sheriklikni mustahkamlashga qaratilgan muhim tadbir bo'ldi. Forum nafaqat ishbilarmonlar o'rtasida muloqot maydonini yaratdi, balki amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini ham berdi. B2B uchrashuvlar doirasida bir qancha xorijiy hamkorlar bilan tanishib, o'zaro fikr almashdik va samarali kelishuvlarni amalga oshirdik. Men uchun muhim maqsad aholiga sifatli va qulay tibbiy xizmatni ko'rsatishdir. Xorijdan malakali mutaxassislarni jalb qilib, yurtimizda aholiga, qolaversa ayollar va bolalarga eng yuqori sifatli yordamni ko'rsatishdir. Ayniqsa ayollar va bolalarni salomatligini tiklashda o'z hissamni qo'shishdir. Shu o'rinda eng katta tashakkurimni yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bildirmoqchiman. Davlatimiz rahbari biz ayollarga shunday katta e'tibor, imtiyoz va imkoniyatlar yaratib bermoqdalar. Ham imkoniyat, ham sherik, ham maydon, ham ishonch beryaptilar. Bizdan esa faqatgina mazmunli va samarali mehnat va vatanimizga birozgina fidokorlik bilan xizmat qilish talab etilyapti. Biz esa bunga har doim tayyormiz. Shunday imkoniyatlar uchun prezidentimizga chuqur tashakkurlar aytaman. Ayollarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, imtiyozlar hamda imkoniyatlarni ko'rib, shu yurtning farzandi, shu yurtning qizi ekanligimdan faxrlanaman.